Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismoiljon akaga to'g'ri tushdikmi? Aha. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Aka, 36 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Aka, Erzatongdan o'zim Mingbuloqdanman. Ismim Asadbek. Shu xalq orasida qo'shiqlar aytib yuramiz gitarada. Shu bir yaqin insonlaringiz bizga aloqaga chiqib, bugun akamiz tug'ilgan kunlari, jiyanimiz Zulfiyaxon bilan birgalikda bir xursand qilib qo'ying deyishdi. Xudo xolasa eng yaxshi she'rlarim, eng yaxshi qo'shiqlarim bilan sizni xursand qilmoqchiman. Faqat sizni tabrikka yo'llagan insonni kimligini tavakkal qilib topishga harakat qilib ko'rasiz bitta. Nima kim bu? Qanaqa qildik? Bir o'ylab ko'ringchi. Kim bo'lishi mumkin? Gap yo'q. Kechadan beri tabrik qilyapmiz, bittada topib qo'yishyapti. Aka, avvalo mana shuncha yoshga kirib, bitta insonni akasi, bitta insonni farzandi, kimdir do'sti bo'lib yurish ham hammaga nasib qilavermaydi. Mana shu kunlarni ko'rsatgan Yaratganga hamdlar bo'lsin. Bugun sizni kuningiz va siz bilan nechta inson tug'ilgan bo'lsa, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kunlari muborak bo'lsin. Bugun sizni singlingiz Dildor opa, Dilshoda, Dilorom, barcha oila a'zolaringiz nomidan akamiz Ismoiljon va jiyanimiz Zulfiyaxonni chin qalbimizdan tabriklaymiz deb tabriknoma yo'llashibdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Muborak bo'lsin ilohim. Ikkalovinglarga ham eng yaxshi tilaklarimizni tilaymiz. Baxtimizga, singillaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga hamisha sog' va salomat bo'ling deb bitta chiroyli she'r jo'natganlar. O'sha she'rni tayyor bo'lsangiz o'qib beraman. Mayli, rahmat. Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz yuragim topadi huzur. Akajonim meni boringizga shukr. Har aytgan so'zingiz ibrat men uchun, har bosgan yo'lingiz hikmat men uchun. Singlingiz bo'lmoqlik shavkat biz uchun, siz bor hayotimga yetmaydi putur. Akajonim meni boringizga shukr. Ko'nglingiz og'ritsam kechirdingiz tez, birga yig'ladingiz men yig'lagan kez. Cheksiz baxtim erur sizning boringiz, bizdan o'tgan bo'lsa ming bora uzr. Akajonim meni boringizga shukr. Rahmat. Aka, salomat bo'ling, umringizdan baraka toping ilohim. Keyingi tug'ilgan kunlaringizga katta sovg'alar bilan kirib borish nasib qilsin. Singlingiz tug'ilgan kuniga billa katta buketlar bilan kirib borish nasib qilsin. Navbatdagi tabriknoma qo'shig'imiz ham singlingizdan. Aka qo'shig'i. Tinglashga tayyor bo'lsangiz, kuylab beraman jonli ijroda. Rahmat, tayyormiz. Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, qayg'urib ertamni o'ylagan akam, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. İşongan tog'imsan o'zing g'ururim, qalqonim eding-ku hammadan zo'rim. Kasal bo'lma endi ey ko'zim nurim, bugun men ozgina quchganda zafar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Kechirgin gohida beboshlik qildim, tajanglik qildim, ko'p yoshlik qildim, dilxunlik qildim, dilxushlik qildim. Nomard kimsalardan bo'lmadi samar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Yana bir bor muborak bo'lsin tug'ilgan kunlaringiz. Hech sizlarga oshlardan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim rahmat qilib. Ilohim aytganingiz kelsin. Hech qachon bir ukani bunaqa boshiga bunaqa kun tushmasin, lekin mana shu qo'shiqni har bir uka, har bir singil eshitganda o'ylaydiki, baribir mana shu akamga bir uka bo'la olmadim, bir loyiq singil bo'la olmadim deb o'zini eng yaxshi bo'lsa ham ayblab qo'yishadi. Mana shu qo'shiqni aytib berishimizni iltimos qilishdi. Mana shu qo'shiq sizni ozgina xursand qilgan bo'lsa, bundan biz xursandmiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin.
Joningiz sog' bo'lsin. Fursatdan foydalanib barcha yaqinlaringizga o'zingizni tilaklaringizni aytib qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Rahmat, meni eslab bu tug'ilgan kunimni hammasiga rahmat. Ko'plarim, sizlari hammasi baxtimga sog' bo'lsin, oila a'zolarimga ularga rahmat. Niyatlariga yetinglar. Shunchalik telefon qilganlarga sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin aka. Biz ham shu xalq orasida qo'shiq aytib yurganimizga, shu yaxshi qo'shiq aytadi deb bir onajonlarimizni, otajonlarimizni ko'p xursand qilganimizga bizga ishonishibdi. Ishonchlarini oqladik degan umiddamiz. Rahmat aka, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Kelayotgan bayramlar hammalarga 2026-yil omadli yil bo'lsin. Nima niyatlar, niyatlarga yetinglar. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin aka. Xudo xolasa bugun bayramni ko'taring, kayfiyatni yaxshi o'tkazib oling bo'lmasa. Bo'pti, rahmat aka, bo'pti. Salomat bo'ling. Sizlar bilan musofir qalb loyihasi. Sizlar bilan musofir qalb loyihasi boshlovchisi Asadbek Ismoilov bo'ldi. Salomat bo'linglar. Bo'pti, rahmat, tinch bo'ling. Xo'p, bo'ladi.